Sinalmagan otni tegidan o'tma deydi. Nimaga men bu maqolani aytyapman? Internetda, Instagramda, Facebookda o'zingizlar tanimagan, bilmagan odamni videosini, reelsini, qanaqadir anaqasini ustidan haqoratomuz, uni shaxsiyatiga tegadigan haqoratomuz so'zlar yozmanglar. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida bunga nisbatan javobgarlik belgilab qo'yilgan. Agar sizlarning pulingiz ko'p bo'lsa, sizlarga vobshe qo'pol qilayapman, pofigu bo'lsa, unda bemalol so'kasizlarmi, so'zlaysizlarmi, haqorat qilasizlarmi, u sizlarning xohishinglar. Men nimaga aytayapman? Agar o'sha odamning videosi yo bir reelsi sizlarga yoqmasa, bir ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan qanaqadir post yoqmasa, o'tkazib yuboringlar. Nima qilasizlar? Erkak bo'lib so'kdinglarmi, oxirgacha erkak bo'lib turib beringlar. Anitni so'kkandan keyin cho'rninglarga tiqib qo'yib, o'zingizlarcha usha olgandan keyin uzr so'rab, "Aka, men bilmadim, bunaqa deyish ketmaydi." Ho'kizdek odamsizlar-da, ho'kizdek. Bu ayrim befahmlarga aytilyapti. Betarbiyalarga aytilyapti. Nima unaqa davomli? Agar u odam tarbiya topganda, tarbiya ko'rgan, farosatli bo'lganda, birovni tanimagan odamini hech qachon haqorat qilib yozmasdi. U odam uni shaxsiyatiga tegadigan imminni sanga Malash yo Shavkat yo Ro'shan sanga aytilyapti bu video demayapti. U bitta qanaqadir o'zini postini, qanaqadir o'zini fikrini video qilib qo'yyapti. Yoqmadimi ko'rmanglar. Shu befarosatliginglar, sizlarni tarbiya ko'rmaganinglarda shu birovlarni haqorat qilish, birovlarni shaxsiyatiga, birovlarni ya'ni bir tuqqan bir onasinimi, otasinimi so'kishinglardan belgilanib ko'riladi mana shunaqa befarosatliginglar. Bu narsaga yana bir marta aytaman, O'zbekiston qonunchiligida bu narsaga javobgarlik bor. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarda kommentariy yozayotganda, birovga fikr bildirayotganinglar, chiroyli fikr bildiringlar. Yoqmadimi ko'rmanglar. Bo'ldi. Sizlar o'ylamanglar, bizlarni topa olmaydi, hech kim meni topa olmaydi, hech kim hech narsa qila olmaydi. Topib olishadi kerak bo'lsa. Siz u odamni bilmaysiz qanaqaligini. Tanimagan, bilmagan odamingizga nisbatan hali bizda yoshligimizda kattalar aytishardi, o'rischasiga "Будьте любезны", chiroyli gapirish kerak. Chunki u siz ko'rmagansiz odam, birinchi marta ko'ryapsiz. Первостречный odam sizga. Assalomu alaykum. O'chira bo'l, kommentariyada videosi просто o'z fikringizni bildiring bo'ldi, ortiqcha gap kerak emas. Nima qilasiz unaqa negativ yozib, so'kib, so'zlab, haqorat qilib? Shu yerdan bilsanglar bo'ladi, o'zingizlarni qanaqa tarbiya topganinglarni. Bu gap egasiga yetib boradi. Kuninglar xayrli, barakotli o'tsin. Iloji boricha o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Allohning panohiga.